Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 23-oktyabr, navbatdagi 6-3 nima deydi, ovushna deydimi? Xullas, meva sotishga mo'ljallangan ko'chma do'konimiz o'zimizda qo'shni mahalla desam bo'ladi. Ikkita mahalla narida, ya'ni Mundiyon mahallasiga Xudo xolasa yasab bitkizdik. Xudo xolasa mana kamazimiz keldi, ortmoqchiga. Qoshlarni ko'rsatdi. Qoshi ikkita palasa mebel 3D и asli tepasi mokriy antrazit. Oldilari ham aralash palasa qilib berdik. Kilo. Aksamiz alyumin profil, mana to'rttalab oshib. Buni ichiga отдельно alohida rang qilib berdik, yashil svetda, yashil. Polimiz har doimgidek, nima deydi, antik svetda, chang, kir bildirmaydigan svet. Mana devorimiz endi bu ham chiroyli chiqaygan. Bu birinchi qilishimiz, xudo xolasa. Klient xohishiga qarab qiladi. Tepalar har doimgidek plastik. Xullas, kimga shunaqa do'kon kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib, respublika bo'yicha dastlabki stanovka qilamiz. Olib borib o'rnatishni o'zimiz bo'ynimizga olamiz, xudo xolasa, olib borib chiroyli qilib joyiga o'rnatib ish boshlashga tayyor qilib beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.